Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun juma. Hammaga juma muborak bo'lsin. Xo'p, qo'limizda yangiliklar bor. Xudo xolasa ancha-muncha eskilari ham bor, yangilari ham bor. Mana Mazda'miz bor. Mazda CX-9'imiz sotuvda turibdi. Mana 2007-yil 7 kishilik Mazda. Avtomat korobka. Kuchli motorda. 20 diska balonni zo'rlari qadarli. Hop. Bunimiz 11 ming. Mana. Xullas. Malibu 2 G-Tower X70 qiziqqanlarga 2023 60 ming yurgan. Buni oldin obzorini ko'rsatganmiz. 22 ming. Kia K5. Buni ham oldin obzorini ko'rsatganmiz. 4-pozitsiyasi. Kojinli salon, bitta Lucio. Kiraskalari top-toza. Hop, bu G-Tower'imiz ham. G-Tower X70. Ikkovi ham eng flat chip komplektatsiyasi. Bu ham podarishni upakovka qilib qo'yganmiz. Bu 66 ming yurgan. 5B70. 2022-yil 5B70. Oldin buni oqlaridan sotganmiz, bu qorasi. Kiraskalari top-toza, qurgovoy tonirovkasiga ruxsatnomasi bor. Mana. Kojinli salon. Mana monitorlari ham uzun, bitta. Panorama tom. Balon yaxshi holatda. Orqalari ham orqa kapotal liftbek bo'lib ochiladi. Mashina 1.6 motorda bo'ladi. Ko'ringlar. Bu mashinamizni 17 mingga beramiz. 77 ming probeg, kiraskalari top-toza. Mashinamiz sotuvda. Buni ham Devo moshtalarga barter qilamiz. Oxlovchilarga dastavka qilib O'zbekistonning hamma viloyatiga yetkazib beramiz. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Hop. Mana 2023 Cherry Tiggo Pro. 63 ming yurgan, propan gaz ustanovka bo'lgan, 7 o'rindiqli mashina. Buni 24 mingga beramiz. Ko'ringlar. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklarimiz bor, hammaga omad. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar. Yana bir bor juma muborak.